Turmush o'rtog'im menga e'tiborsiz bo'lib qolgan. Qanday qilib uni e'tiborini o'zimga qaratishim kerak? Bunday savollar juda ham ko'p keladi. Birinchi o'rinda turmush o'rtog'ingiz bir shaxs sifatida oladigan bo'lsak, u o'zini maqsadlari, o'zini orzulari, o'zini hayoti mavjud va ayollar qaysidir o'zini bolalikdagi yetishmagan mehri, sevgisini mana shu turmush o'rtog'idan olishga va to'ldirishga harakat qilishadi. Va turmush o'rtog'i unga e'tibor bermay qo'yganda yoki o'z ishlari bilan ovora bo'lganda, ayollar turmush o'rtog'im meni sevmaydi, meni yaxshi ko'rmaydi degan fikrga kelishadi. Bu aslida noto'g'ri fikr. Birinchi o'rinda siz o'zingizni bolalikdagi hissiyotlaringiz bilan ishlashingiz, agar siz buni o'zingiz hal qila olmayotgan bo'lsangiz, albatta mutaxassis bilan ishlashingiz va o'zingiz hozir va shu yerda yashashni o'rganishingiz, siz ayollik resurslaringizni to'ldirishingiz va o'z maqsadlaringiz bilan yashashni boshlaganingizda, albatta yoningizdagi turmush o'rtog'ingiz ham siz bilan qiziqishni va siz bilan mental darajada fikr almashishni, gaplashishni va qalb darajasiga o'tishni yo'lga qo'yishi mumkin. Bu albatta ayol kishi o'z-o'zi bilan ishlaganida, o'zini jarohatlari bilan ishlaganida va bu hayotga boshqacha ko'z bilan qarashni boshlaganda, uni hayoti ham o'zgarishni boshlaydi.